Assalomu alaykum hammaga hurmatli do'stlar. Sizlar bilan Elbek Nabiyev. Bugun American YouTube uchun Minecraft o'yinining portal yo'nalishini o'rganamiz. Agar siz kanalimda yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni hamda videoga like bosishni unutmang. Qani ketdik. Hurmatli do'stlar, yo'nalishni tahlil qilamiz. Craft6 degan kanal bor bizda. Bu yo'nalishda 935 mingta obunachi yig'ib olgan. Ko'ramiz, videolar qanaqa. Bu Minecraft o'yinidan skrinshot qilingan portallar bo'ladi va har xil personajlarni strelka qilib qo'ygan mana. Xuddi o'sha portal quradida, portalni ichiga kirsa, mana bu rasmdagi personajlarni olamiga o'tib qoladi deb shunaqa teleport videolar bo'ladi. Nomlari juda ham oddiy, how to make portal, ya'ni mana shu olamga qanaqa portal ochsa bo'ladi deb inglizchada nomlagan va prosmotrlar ko'rishimiz mumkin. Juda ham zo'r prosmotr olgan. Bu eski kanal deyishlari mumkin, lekin bu yo'nalishda hozir yangi kanallar ham juda ham ko'payib ketgan va hozirgacha mana prosmotrlar juda ham aktiv holatda bo'lyapti. Bemalol sizlar ham shunaqa videolarni kompyuterda yoki telefonda ham qilishingiz mumkin. Bugungi videoda men kompyuterda yasashni o'rgataman. Videoni oxirigacha diqqat bilan ko'rsanglar, to'liq noldan o'rganib olasizlar. Bu yo'nalishda RPM $1 dan $3 gacha bo'ladi. Kuniga bitta video yasash kifoya qiladi. Videoni davomiyligi taxminan 5 minut bo'ladi va hech qanday avtorskiy prava, strike xavfi yo'q. Demak, bu yo'nalish ham eng xavfsiz va qulay yo'nalishlarimizdan hisoblanadi. Kelinglar do'stlar, videoni analiz qilamiz. O'zi qanaqa video? Bitta videoni ko'ramiz. Videoni ichiga kiradigan bo'lsak, videoni boshlanishidan shunaqa narsalar Minecraft ichidagi kubiklarni olishda boshlaydi personaj va bu yoqqa portal quradi. Sekin-sekin mana qora blok bilan portal qurishni boshlaydi. Har xil narsalar bilan bezatadi ustunlarni, qizil narsalar qo'yib chiroyli ko'rinishga keltiradi va yana bezatadi 2 minutcha va oxirida qo'lidagi spechka bilan, ya'ni zajgalka bilan portalni yoqadi. Portaldan sehrli o'shanaqa effekt paydo bo'ladi va ustiga kirib sakraydi portalda. Avval hamma narsasini tashlab yuboradi va yugurib kelib sakrasa, mana boshqa olamda bo'lib qoladi. Boyagi rasmdagi personajni oldiga o'tib qoladi va hayron qoladi qanday qilib o'tib qolganini. Albatta asli bunaqa bo'lmaydi. Bu uyushtirilgan videolar, lekin yosh bolalar bunga ishonadi va like bosishadi, kommentariy yozishadi. Xullas, shunaqa videolarni ko'rishadi. Qani do'stlar, endi sizlarga shunaqa videolar yasashni 100% o'rgatib qo'yaman. Lekin do'stlar, undan avval sizlarga Telegram kanalimni tavsiya qilmoqchiman. Telegramda Elbek Nabiyev YouTube klub degan kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Bu kanalda men juda ham ko'plab narsalarni sizlarga o'rgatib boraman, sun'iy promptlarni beraman, har hafta jonli efirlar qilaman, kanalimda natijalarni tashlab boraman. Avtorskiy pravasi yo'q bo'lgan musiqalar, darslar va Amerikan YouTube uchun hamma kerakli narsalarni chetda bizga qo'shilib jamoaviy o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari YouTube baza kanalimizda yana alohida bepul darslar bo'ladi. YouTube'da ishlatishingiz uchun green screenlar, shablonlar, CapCut Pro va shunga o'xshagan ilovalar, hamma o'yinlarda bepul versiyalarini topasiz. Agar Amerika YouTube'da bepulga juda ham ko'p narsalarni bilib olmoqchi bo'lsangiz, albatta Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Qani ketdik. Do'stlar, birinchi o'rinda biz video olish uchun Minecraft o'yinining ichiga kirib olamiz. Albatta OBS yoki shunga o'xshagan ilovalar orqali ekranda zapis qilishda bosib qo'ygan bo'lishimiz kerak. Va albatta raqobatchilarimizni qaysidir videosiga taqlid qilib video yasashimiz kerak bo'ladi. Minecraft o'yinini qanday yuklash haqida va bu o'yinni qanday sozlash va o'yinga to'g'ri kirib, to'g'ri o'ynash haqida bizda batafsil darslik chiqadi. Agar bu yo'nalishga juda ham chuqur kirmoqchi bo'lsangiz, Telegramdan bizga yozing va bizda professional darsimiz haqida ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Demak do'stlar, o'yinga kirib olamiz. Qo'limizda shunaqa spechka turadi. F5 tugmasini bosamiz va bu yoqqa o'girib qoladi. Personajning orqasidan yana bir marta F5 ni bosamiz va to'g'riga W tugmasini bosib yuguramiz va shiftni bosib yugurib, sakrab mishkani chap tomonini bosamiz. Shunday qilib biz o'yinda so'rashib bosashimiz kerak bo'ladi. Va yana F5 ni bosamiz. Keyin tezda E harfini bosib menyuga kiramiz va bu yoqdan birinchi o'rinda biz Obsidian blogini olishimiz kerak bo'ladi va shunga o'xshagan yana yaltiroq bloklarni olib bezatib olishimiz kerak bo'ladi. Sekin-asta shoshmasdan bloklarni olamiz. Men sizlarga gapirib tushuntiryapman. Sizlar bo'lsa gapirmasdan video olishinglar kerak bo'ladi. Yetadi do'stlar. Endi sekin-asta portalni qurishni boshlaymiz. Mishkani o'ng tarafi bilan qo'yib portalni quramiz. O'ng tarafga 4 ta va tepasiga ham 4 tadan ko'taramiz. Xuddi shu tarzda portalni quramiz.
O'zi portal shunaqa ko'rinishda bo'ladi, lekin biz odamlar jalb qilish uchun har xil bezaklar berib, bezatib chiqishimiz kerak bo'ladi. Shunda ular aynan boshqacha portal quryapti deb o'ylaydi do'stlar. Shunaqa narsalar qilib bezatib olamiz. Atrofiga boshqacha bloklardan qo'yib ko'ramiz. Juda sekin ham, juda tez ham bo'lmasin. Portalni o'rtacha 2-3 daqiqa ichida qurib bo'lishinglar kerak bo'ladi. Va bu tarafiga ham bu blokdan qo'yib bezatib olamiz. Xohishga qarab yana boshqacha bloklardan olib bezatishingiz mumkin. Portalni bitta tarafini biz berkitib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bizga mana bu tarafini o'zi yetadi. Do'stlar, mana portalni qurib bo'ldik. Qo'limiz bilan mana bunday qimlatamiz. Har xil chiroyli portal quringlar. Men shunaqa bezatib oldim. Endi qo'limizdagi hamma narsani bu yoqqa tashlab yuborishimiz kerak bo'ladi. Qo'limizdagi narsalarni hammasini tashlab yuborganimizdan so'ng bu yoqqa kelib, spichkani bosamiz qora joyga va portal paydo bo'ladi bizda va uzoqroqqa borib W bilan shiftni bosib yugurib kelamiz va sakraymiz. Va portal bizni boshqa dunyoga ko'chirib o'tkazadi. Va bo'ldi, shu joyning o'zi yetadi bizga. Har safar video olganda biz har xil portal qurib, uni ichiga sakrashimiz kerak. Shu bilan Minecraftdan chiqib ketamiz. Albatta bu joyni biz ekran zapis qilib olishimiz kerak bo'ladi. Endi biz ideya olishimiz kerak raqobatchilardan. Har xil portallar bor. Misol uchun biz e'tibor bering, yosh bolalar sevadigan o'yinlar bo'lishi kerak. Masalan, Roblox, Stickman Party, shunga o'xshagan Among Us, har xil million o'yinchisi bor o'yinlarda olishimiz kerak bo'ladi. Masalan, bu yerda o'yga bor ekan portalni qurishgan, bu yerda boshqacha portallar qurishgan. Biz bugun Robloxga portal qurdik. Shuning uchun biz Roblox o'yiniga kiramiz. Agar siz boshqa o'yinni ichiga kirmoqchi bo'lsangiz, boshqa o'yinni yuklab olishingiz kerak. Roblox o'yinini bemalol Google dan yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Boya Minecraftdan chiqqanimizdan keyin ekran zapisni o'chiramiz va Roblox ichidagi bironta trend o'yinga kirib olishimiz kerak bo'ladi. Masalan, men mana shu o'yinga kirib oldim. Sizlar ham xohlagan o'yinlaringga kirib olsalaring bo'ladi. Va xuddi shu joydan do'stlar ekran zapisni bosishinglar kerak bo'ladi. Xuddi Minecraftdan sakrab siz bu o'yinda paydo bo'lib qolgandek ko'rinishingiz kerak. Yosh bolalar o'sha portalni qurib, baqa bu o'yinning ichida paydo bo'lib qolganingizga ishonish kerak bo'ladi. Do'stlar, mana o'yinning ichiga kirib oldim. Sizlar xuddi shu joydan o'yinni qo'shib olishinglar kerak bo'ladi. Hozir Robloxga kirib, yana 2-3 minut o'ynaysizlar. Boya Minecraft portalni qurishga 2-3 minut sarflashinglar kerak edi. Endi Robloxga ham 2-3 minut o'ynashinglar kerak. Masalan, men hozir mana o'ynayman. Xuddi shunday qilib qiziqarli o'ynashinglar kerak. Har xil o'yin bo'lishi mumkin. Roblox ichida o'yinlar ko'p. Men bittasini misol qilib ko'rsatdim. Roblox olamiga kirgan bo'lsalaring, istalgan Roblox ichidagi o'yinda o'ynashinglar kerak bo'ladi. Mana do'stlar, yetarlicha o'ynadim. Endi bu o'yindan ham chiqib ketamiz. Minecraft bilan Roblox ichidan ekran zapis qilganimizdan so'ng biz CapCut ilovasiga kiramiz va video yaratishga bosamiz. Importda bosib, boyagi ekran zapisimizni tanlab olamiz. Tanlab olganimizdan keyin o'sha videoni tushiramiz. Men boya sizlarga ko'rsatib bergan o'yinimni montaj qilaman. Demak, videoni boshidan o'yinga kirganimiz, ekran zapis yoqamiz kesib tashlab, o'sha videoni ssenariy bo'yicha o'ynashni boshlagan holatimizni topib olamiz. O'sha F5 ni bosib, yugurishni boshlagan paytimiz bor. O'sha joyni topib, kesib tashlaymiz ortiqcha joyini. Mana ekranga qarab oldim. Demak, chap tarafini shunday kesib tashlaymiz. Endi mana yugurib keldim. Boya sizlar ham xuddi shunaqa qilishinglar kerak. O'sha kerak narsalarni olamiz, obsidianni olamiz va boshqa bloklarni olib bezatamiz. Bu joylar yaxshi. Endi o'sha o'yinni portalni qurishimiz mana. Portalni qurish ham e'tibor bering, 2 daqiqada tayyor bo'lgan. Bu yoqda ortiqcha joylari bo'lishi mumkin, xato bo'lishi mumkin. Ba'zi joylari o'xshamasa 2 marta olgan bo'lishlaring mumkin videoni. O'sha xato qilgan paytlaring, kimdir chaqirib qolgan paytlarini ham kesib tashlanglar. Endi videoni ko'ramiz. Xo'p, mana portalni yoqdik va o'sha uzoqdan kelib turib, portalni ichiga sakraymiz. Boya ko'rsatganimdek. Mana terraring bo'lyapti, qaranglar. Mana bu chap tarafga o'tib ketmasin, o'yin tarafga. Shunaqa loy bo'lib, loading terraring degan joydan kesib tashlaymiz. Minecraftdan shu bilan chiqib ketishimiz kerak va shu bilan boyagi ekran zapisimizda Roblox ichiga kirgan joylarimiz ham kerak emas. Roblox ichidagi o'yinga kirgan joyimiz bor. O'sha joydan biz davom etib ketamiz. Mana haligi avtomat ushlab turgan joyim. Sizlar ham qanaqadir o'yinni boshlagan paytlaring bo'lishi kerak. Orasini kesib tashlaymiz do'stlar. Va oxirini ham mana men CapCutga kirgan paytlarim bo'ldi, Telegramga kirgan paytlarim bo'ldi. OBSga kirgan paytim bu joylarni ham mana kesib tashlayman.
Sizlar ham shunaqa ortiqcha joyini kesib tashlanglar. Faqatgina Minecraft bilan o'sha kirgan o'yinlarning ko'rinsa bo'ldi. Men Robloxda ko'rsatib berdim, shuning uchun Roblox bo'lib qoldi. Endi qaranglar, Minecraftdan portaldan shunday sakradim video bo'yicha va mana Roblox olamida paydo bo'lib qoldim. Sizlar ham shunga o'xshagan narsa qilinglar. Faqat CapCut'da transition bor bu yerda. Effekt beramiz, yanada realistik chiqishi uchun. Masalan, men mana shu effektni beraman. Minecraft ichidan men bu Roblox ichiga mana xuddi rostakamiga paydo bo'lib qolgandek bo'ldi. Minecraft bilan Roblox ovozi sizlarda chiqib tursin, o'chirib qo'ymanglar. Muhimi qanaqadir musiqa qo'yib yubormasalaring bo'ldi. Bo'ldi, shu bilan video tayyor. Montaji juda qiyin emas, oson. Subscribe, like degan green screenlardan qo'yib olsalaring bo'ldi. Bu green screenda Remo BG'ga kirib, chroma key'ni bosamiz va yashilni yo'qotib olamiz. Intensity'ni 40-50% ga qo'yamiz va buni kattaligini kichikroq qilib, ekranni pastrog'iga qo'yib qo'yamiz. Shundan kopiya qilib turib, o'yinga 2-3 marta qo'yib olsak yetadi do'stlar. Bo'ldi, shu bilan o'yinni eksportdan 2K yoki kompyuteringiz ko'tarishiga qarab Full HD va 30 FPS yoki 60 FPS da eksport qilib olasiz. Bo'ldi, shunaqa video tayyor bo'lishi kerak. Videoga nom beramiz va bo'ldi, eksport qilib videoni yuklab olamiz. Do'stlar, videomiz tayyor bo'ldi. Endi shunga o'xshagan kanal ochamiz. Kanal ochishni bilmasalaring, YouTube kanalimda video bor, Amerikan kanal ochish yoki o'zimizda adminimizga yozib, bizga ochtirsalaring bo'ladi. Arzon va qulay narxlarda sizlarga kanal ochib beramiz. Endi esa videomizga preview yasab olamiz. Preview yasash uchun ChatGPT ga kiramiz va men sizlarga Telegram kanalimga kirsanglar, sizlarga shablon tashab beraman. Minecraftda screenshot'i o'sha shablon bilan preview yasaymiz. Masalan, bironta raqobatchimizni videosidagi previewsini yuklab olamiz yoki Telegramdan sizlarga tashlab berganimda olasizlar va shunchaki aytasizlar. Misol uchun men Roblox uchun tayyorlab qo'ygandim bu rasmda. Misol uchun sizlar aytishinglar mumkin. Rasmdan Roblox logosi o'rniga misol uchun Subway Surface o'yinini qo'yib ber deymiz. Buyruqni berdik, ChatGPTdan kutamiz, u o'sha rasmni o'zgartirib beradi. Qarang, preview doim bir xil bo'ladi, faqat bu yoqdagi rasmni o'zgartirsizlar bo'ldi. Men Roblox uchun video yasadim, shuning uchun Robloxda rasmi turibdi. Lekin sizlar shuni rasmini o'zgartirib berdi, boshqa o'yinnikini qo'yib qo'ysalaring bo'ladi bemalol. Portal yo'nalishini chuqurroq o'rganmoqchi bo'lsanglar, savollarni kommentariyaga yozinglar va albatta Telegram orqali ham bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Mana do'stlar, ChatGPT bizga zo'r qilib Subway Surface o'yinini sizlar ham xuddi shunday qilib buyruq berib preview yasashingiz mumkin. Bu juda ham oson bo'ladi. Mana do'stlar, Minecraft portal yo'nalishini sizlarga to'liq o'rgatib qo'ydim. Agar sizlar yanada ko'proq Amerikan YouTube'da o'rganmoqchi bo'lsanglar, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar, albatta Telegram kanalimga ham qo'shilib qo'yinglar va Minecraftda 0 dan 100 gacha professional tarzda o'rganmoqchi bo'lsanglar, bizda professional kurs bor. Sizlarga 100 tadan ortiq darslikdan iborat professional kursimizda barcha yo'nalishlarni 0 dan Pro gacha o'rgatamiz. Minecraftni professional darajada o'rganishni xohlasangiz yoki boshqa telefon yo'nalishlarini o'rganishni xohlasangiz, bizda kurslarimiz sizga mos kelishi mumkin. Bizga Telegram orqali murojaat qiling va to'liq ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va kommentariyada o'zingiz fikringizni yozib qoldiring. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.